Men shu mahalani ustaziman, uyingni chiqsa hammasini sudga berib Majnun yomonmi deyman? Hammasini bilib qotib qoldi. Haliyam qotyapmi? Endi bilmadim. Qotyapmanmi yo'qmi? Yeb qo'ydim-da. Если o'sha mahallayam hal qilib bermasa, mahallani ustidan yozganingizda, sud hal qilib bermasa qayerga yozasiz, Majnun? Idishingiz chiroyli ekan. Bilaman. Ko'rasizlar? Lolali. Labim bilan bir xil suv edi. Prezident administratsiyasi. Yo'q, noto'g'ri. Sudga yozilmasa, sud ham sizga qaramasa, suddan tashqari, ya'ni o'sha suddagi ishlarni ko'rib chiqadigan tashkilot bor. Sud ham sizga qaramasa, o'sha Oliy sudni ustidan qaraydigan tashkilot bor. O'shga yozishingiz kerak. Prezident. Yo, endi ertalab 5gacha nima ichaman 5mi, 6mi? Bizada Ersikova bor, rahmat. Ersikova bu yoqda ham bir chiqdi-da. Ersikova bu yoqda ham bir chiqdi, lekin uncha odam olmadi, keyin yo'q bo'lib ketdi. Men maydalashib o'tirmayman, pramo yuqoriga chiqaman. Voy, bu Majnun. Kim ustidan yozish kerak bo'lsa, bir sizga murojaat qilishim kerakmi deyman. Kim ustidan yozish kerak bo'lsa, bemalol Majnunga murojaat qilaveringlar. Toza yozishi zo'r bilar ekanlar. Ariza yozdirish narxi 100 ming. Mani nomimdan chiqsanglar, skitkada 80 mingga qilib beradilar. Lolani rangini berizga o'xshar ekan. Lolani labi, lolani rangi beriz. Beriz nima edi? Zo'xim. Betis. Betim unaqa ro'z emas-ku. Labim ro'z. Просто boya tint suruvdim-da, o'shaning uchun. Mana bu yerda charchadim, ko'zim qarang, boya ko'zim jigaring edi, endi qora bo'lib qoldi. Voy, bu Ikrom aka, uxlamışsizmi siz? Bizda xizmat beminnat. Bepul narsani qadri bo'lmaydi, Majnun. Senga emas. O'zim urishib qoldi. Ko'zim tulkini ko'ziga o'xshamaydi-yu, a? Ukam kelib, "Sani ko'zing" deydi, tulkini ko'ziga o'xshaydi deydi. Tulki ko'zsan deydi. Tulkini ko'ziga o'xshamaydi-yu, takoy chiroyli. Bepul demadim, beminnat dedim. Ha, beminnatsiz pul olmayman deb tushunibman. Valijon, salom. Timur. Nagini chaqib olganimga hamma tanishlarim ana o'lgan kunidan bir kelib qolmasa, ataga yugurib o'tib ketishadi. Xuddi men ko'rmayman. Men choy ichyapman, yoqimli ishtaha. Sal bundan ozgina turib, bir salom deb o'tib ketsa ham bo'ladi, shulay. Yo, bular srazi qochib ketish kerak. Yo'q, qayerda? Da. Yo'q, mendam yo'q, nimagadir. Bak. Chunki kuni bilan uxladim, nimagadir deb ichimga olaman. Choyxona.
Men qora osh yemayman-da. Men oshni ustidan yeyman, oq osh yeyman. Salom va xayr. Xayr. Mana shunaqa bo'lsa bo'ladi tilagiga o'xshab. O'ylab qolaman, men shunaqa yomonmanmi, nima puli mendan qochyapti? Voy, Timur, bitta salom deb yozdi bu odam. Nimaga ignore qildingiz? Xotirjam o'tiring, tayyotdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Neyse, tulki ko'ziga o'xshamaymanmi desam yo'q deb aytmadinglar. Jim o'tirdinglar. Nima deganing bu? Tanishaylik deb yozdi-ku. Tanishaylik deb yozdim. Tak, salom deb yozdi faqat. Valijon. Boshqa narsa yozmadi. Yozibdi. Bildi, ko'rdim. Musofirdaman, xotin yo'q. Musofirdaligingizda xotin yo'qmi yoki umuman вообще-то xotiningiz yo'qmi? Tulki ko'z qalaysi. Qaranglar, bu ko'z tulkini ko'ziga o'xshamaydi. Da. Alisa bor-ku. Chit Ikrom akaning gapidan bir adashib ketdi odam. Akam adashib ketdilar menimcha. Avf. Ikrom aka chota anaqa qilib qo'ydilar. 007 3 dedimmi? Nechtamli? Yo'q, mana qochib ketibdi bular. 300 ta qarzlari bor. Cloud. Kakaman Jafar. 300 ta qarzi bor. Salom, bashimga salom. Ikrom aka adashib ketdi. O'ylayaptilar, nima desamikin deb. Musofirdalikda xotin yo'qmi yo вообще tegi bilan xotin yo'q. Escobar. Boya kinoni sotadigan Escobar. Shahruz. Yomon qildilar lekin. Yomon. Ravshan siz aytuvmidi? Nima deb? Jannatim deb. Muhammad shundan beri yo'q bo'lib ketdi. Muhammad jannatim deb siz. Allah. Jannatim xotinlari bor lekin xotin yo'q. Yomon tilida ko'rdinglarmi? Уже yozmayaptilar. O'zlari tuzib berdilar. Karimov, Katana, Kamolbey, Misha Jaloliddin. Arabiya. Instagramda Arabiya degani bor edi. Men bitta mana shuni ko'ray. Yo'q, bu boshqa ekan. Uni begoda hech kim bilmaydi. Ana bor ekan. Ikrom aka hozir uni begoda hech kim bilmaydi. Bu degani bor degani. Zuhir Ahmad. Arabiya qolsangiz chetkinik bo'ladi. Такой bilmadim-u, lekin rahmat. Balkim xotin borligi bego bo'lmaydi bor-ku. Ayniski bo'lmaydi. Xotiningiz eshitib qolsa bo'lmaydi. Azizbek. Nima degani? Deganida. Ko'rdinglarmi? Qizlarni такой shunday yuzta tashib ketadi. O'g'il bola yo'q. Ko'rishib bilan qochib ketishadi. Mini she'r. Eshitvorsin. Men bilmasam. Ikrom aka jimsiz. Yaxshi emas. Ayni payt
Masalan, eriga tegmagan bo'lsangiz, uylanmagan bo'lsangiz, realniy xo'jayin yo'q rostdan ham, lekin menga tegdirib gapiryapti, lekin foydasi bo'lmayapti. Sizga emas, o'g'il bolaga tegishli bu gap, xavotir olmang. Islom Hojat Ho'kizdek aka semiz bor yuboray. Miramalik efirimni anaqa qilinglar, nima deydi? Короче, 4 ta bolam bor. Ikrom aka, siz 4 ta bola bilan 126 kani kimga urdingiz? Men erkakman aytgancha. Yo'q-e, shunaqamidi? Boshqacha o'ylarkanmiz. Anu 120 ka bilasizmi? 120 kani 10 kasi $200 bo'lsa, 10 kasi $2000, 2,5 ming. Почти 2,5 ming bo'lar ekan. 120 ka 2,5 ming bolaga jo'natganingizda 1 yil maza qilishardi. Ketib qoldilarmi? Gapiryotgandim. O'sha yerda ekanlar. Marta, mashalloh. Shunaqa. Короче. Menku mayli. Ofisga yarmini. Oho, 60 ga yopib berganmiz. Agropark. Oila mavzusidan chetlashamiz. Yo'q, nega gaplashyapmiz? Hech kim yo'q-ku baribir. Men ham ikkingizni ko'kka so'radim. Endi men vidushiman-ku, u gapni aytishim to'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman. Nima foydadaman-da? Men bu yoqdan pul olaman. O'shaning uchun o'tiraman. Agar menga bu yoqdan pul chiqmaganida, men bunga umuman ishim ham bo'lmasdi-da. Sizlar faqat bu yoqqa pul tikib, nima maza qilasiz, shunga tushunmayman.